Assalomu alaykum hammaga. Bugun 21-testning yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. 8 ta qutida 72 ta qalam sig'adigan bo'lsa, 11 ta qutida nechta qalam sig'adi deyapti. Demak, dastavval bitta qutida nechta qalam sig'ishini topamiz. Buning uchun 72 ni 8 ga bo'lamiz, 9 ta. Demak, bitta qutida 9 ta qalam sig'adi. Endi 11 ta qutida nechta sig'adi desa, 11 ni 9 ga ko'paytirsak 99 ta qalam sig'adi. Demak, to'g'ri javob B. Ikkinchi savol. 216 sm uzunlikdagi arqonni 3 bo'lakka bo'ldik. Demak, bitta bo'lagini topadigan bo'lsak 72 sm bo'ladi. O'sha eng kichkina bo'lak jami arqon uzunligidan qancha santimetr kichkina deyapti. Demak, 216 ni 72 ga ayiramiz, 144 sm bo'ladi. To'g'ri javob C. Uchinchi savol. Quyidagilardan qaysi biri noto'g'ri deyapti? Albatta D javobidagi 120 bo'lingan 0 teng 0 degan tenglik noo'rin, ya'ni noto'g'ri bo'ladi, chunki 0 ga bo'lish mumkin emas. Shuning uchun to'g'ri javob D. To'rtinchi savol. Ushbu rasmda AOC burchak 60 gradus, COD burchak 65 gradus va bizdan DOC burchagini so'rayapti. Ahamiyat beradigan bo'lsak, COD bilan DOC bir xil bitta narsa, demak 65 gradus bo'ladi. To'g'ri javob D. Beshinchi savol. Idishning yarmini to'ldirish uchun 9 minut vaqt ketadi. Shu idishni 3 dan 1 qismini to'ldirish uchun qancha vaqt ketadi deyapti. Demak, yarmini to'ldirish uchun 9 minut ketayotgan bo'lsa, butun idishni to'ldirish uchun 18 minut ketadi. Endi o'sha 18 minut ketadigan bo'lsa, o'shani 3 dan 1 qismini topamiz, ya'ni 6 minut bo'ladi. To'g'ri javob C. Oltinchi savol. Qayiqni turg'un suvdagi tezligi 10 km/s, oqim tezligi esa 3 km/s. Agar qayiq oqimga qarshi suzsa, uning tezligi qanday bo'ladi deyapti. Demak, oqimga qarshi tezligini topish uchun qayiqning tezligidan oqim tezligini ayiramiz. Ya'ni 10 dan 3 ni ayirsak 7 km/s bo'ladi. To'g'ri javob A. Yettinchi savol. Ushbu koordinatada AB kesmaning o'rtasini topishimiz kerak. A 1 da, 1 u 1 da, B esa 5 u 1 da turibdi. O'rtasini topadigan bo'lsak, bilamizki 1 bilan 5 ning o'rtasida 3 bo'ladi. Demak, o'rtasining koordinatasi 3 u 1 bo'ladi. To'g'ri javob B. 8-chi savol. 3 taqsim 4 kasrni 10lik kasr bo'yicha yozing deyapti. Demak, yoza oladigan bo'lsak 0.75 bo'ladi. Mana shuning 100 dan birlar xonasi qaysi biri deyapti. Demak, 0 birlar xonasi 7, 10 dan birlar xonasi 5 esa 100 dan birlar xonasi. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi. 9-chi savol. 1 gigabayt 1024 megabaytga teng. Mana shu fleshkani ichiga 15 megabaytli nechta fayl sig'adi deyapti. Demak, 1024 ni 15 ga bo'lamiz. 68 ta eng ko'pi bilan sig'adi. To'g'ri javob D. 10-chi savol. Perimetr 20 cm ga teng bo'lgan kvadratning yuzini toping deyapti. Demak, perimetr 20 bo'lsa, tomoni 5 cm bo'ladi, chunki 4 ga bo'lamiz. Endi tomoni 5 bo'ladigan bo'lsa, yuzini topish uchun 5 ni 5 ga ko'paytiramiz, 25 bo'ladi. To'g'ri javob B. 11-chi savol. Bobur 1 soatda 5 km masofani bosib o'tadi. Endi uning uyidan maktabgacha bo'lgan masofa 1 km, shuni qancha vaqtda bosib o'tadi deyapti. Demak, 1 km 5 kilometrning 5 dan 1 qismini tashkil qiladi. Demak, u maktabga borish uchun 1 soatning 5 dan 1 qismicha vaqt sarflaydi. 1 soatning 5 dan 1 qismi bu 12 minut bo'ladi. To'g'ri javob A. 12-chi savol. Shaklda sariq bilan bo'yalgan raqamlar bu 1 3 4. Ko'k bilan bo'yalganlari esa 6 7 9. Endi ko'klarning yig'indisi sariqlar yig'indisidan 4 barobar katta bo'lsin deyapti. Demak, sariqlar yig'indisi 8 bo'ldimi? Demak, ko'klar 4 barobar yuqori bo'lish uchun 32 bo'lishi kerak. Hozir ko'klarda 6 7 9 bor. Bularning yig'indisi 22. 32 bo'lish uchun esa yana 10 yetmayapti. Demak, 10 ni ko'k rangga bo'yash kerak. To'g'ri javob D. 13-savol javobi quyidagicha. Akmal $250 maosh oladi va $40 o'rtog'idan olgan qarzini berdi va 10 ta $2 bo'lgan donasi kitob sotib oldi. Qancha puli qoldi deyapti. Demak, $250 dan $40 o'rtog'iga bergan pulini ayiramiz va 10 ta $2 kitobning pulini ayiramiz. Ya'ni natija $190 bo'ladi. To'g'ri javob B. 14-savol. 1 gektar 1 ar jami 10.100 metr kvadrat bo'ladi. Mana shu 10 metr kvadratdan necha marta katta deyapti. Demak, buni 10 ga bo'ladigan bo'lsak 1010 bo'ladi. To'g'ri javob C. 15-savol. Madina 3 ta to'rtburchak va 4 ta beshburchak chizdi. Aziza esa 4 ta to'rtburchak va 3 ta beshburchak chizdi. Madina chizgan burchaklar soni Aziza chizgan burchaklar sonidan nechta ko'p deyapti. Demak, 3 ta to'rtburchakni 12 ta burchagi bo'ladi. 4 ta beshburchakni 5 ta burchagi, 20 ta burchagi bo'ladi. 12 ni 20 ga qo'shsak 32 bo'ladi. Endi 4 ta to'rtburchakning 16 ta burchagi bor, 3 ta beshburchakning 15 ta burchagi bor. Qo'shsak 31 ta. Demak, Madina Azizadan bitta burchak ko'p chizgan ekan. To'g'ri javob B. 16-savol. Ifodani 16-savol. Hisoblashimiz kerak. Dastlab 101 dan 99 dan ayirsak 2, 102 ni qo'ysak 104, 98 ni ayirsak 6. 3 ga ko'paytirsak 18 bo'ladi. To'g'ri javob A. 17-savol. Ushbu ifoda eng katta qiymatga ega bo'lishi uchun A va B nechiga teng bo'lishi kerak deyapti. Ifoda eng katta qiymatga ega bo'lish uchun ayirayotgan sonimiz iloji boricha kichkinaroq bo'lishi kerak. Ya'ni mana buni iloji boricha kichikaytirish uchun A ning o'rniga eng kichik raqam, ya'ni 0 qo'yamiz. Qo'shayotgan sonimiz iloji boricha kattaroq bo'lishi kerak. Endi buni iloji boricha kattalashtirish uchun B ning o'rniga
eng katta raqam, ya'ni 9 ni qo'yamiz. A0, B9 bo'lganda ifoda eng katta qiymatga erishadi. To'g'ri javob D. 18-savol. Quyidagi mantiqdan foydalangan holda 1, 4, 5, 2 qanday harflar ketma-ketligiga teng bo'ladi deyapti. Demak, dastlab qaraydigan bo'lsak, 1 B ga, 3 U ga, 8 S ga, 7 Y ga to'g'ri kelyapti. Demak, mana bu yerda 1 bormi? Demak, uni o'rniga B qo'yamiz. Endi bu yerda 4 T ga teng bo'ldimi? Demak, 4 ni o'rniga T, B va I bo'ladi. To'g'ri javob A. 19-savol. 4 ko'paytirilgan A, B, S, ya'ni 3 xonali son teng 1284 ga teng. A, B, S ni yig'indisini so'rayapti. Demak, A, B, S ni topish uchun 1284 ni 4 ga bo'lamiz, 321 bo'ladi. Demak, A 3 ga, B 2 ga, S 1 ga teng. Ularning yig'indisi esa 6 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B. 20-savol. Ushbu ketma-ketlikning dan foydalangan holda so'roq o'rnidagi raqamni topishimiz kerak. Bu yerda bitta xat tashlanib, keyin qonuniyat amal qilyapti. Ya'ni 2, 3, 4, 5 va keyingisi 6 bo'ladi. Yana mana bunaqa ketyapti. 5, 7, 9, 11, keyingisi 13 bo'ladi. Bizga kerakli raqam bu 6. To'g'ri javob C.